hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov, 24 soat TV kanali. Azizlar, bugun Toshkentning qora bozorlaridagi dollar kursini ishonchli manbaga kelib chiqqan holda, ya'ni yaqin bir insonim dollar maydalagan ekan. O'sha dollarning kursini sizga aytib o'tmoqchiman va telefonimda bitta dastur bor, dollar kursini doim aytib boradi. Ushbu dasturdan foydalangan holda sizga videorolik tayyorladim. Albatta roligimiz yoqsa bu knopkani bosib baholab o'tasiz va kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz. Azizlar, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Hozir esa reklama. Tavsiya etamiz. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Xizmatlar sifatli va mana ekranlaringizda ko'rib turgan diagrammalaringizdan kelib chiqqan holda o'zlaringiz ham tushunib turgan bo'lsalaringiz kerak, 2 avgustdan keyin keskin darajada mana 825 ming so'mgacha kurs tushib ketgan va albatta bank kurslari bu narsaga ta'siri yo'q. O'tgan safar menga savol berishgan edi, mana bu qora bozorda dollar kursi tushsa avtomobil narxlari tushadimi deb. Yo'q, aslo. Chunki bu davlat kursi emas, bu shunchaki qora bozordagi kurs o'zgaruvchan bo'lganligi sababli avtomobillarga buni ta'siri yo'q. Azizlar, mana rublni davlat narxi O'zbekistonda 68 ming so'm tashkil qilib turibdi va dollarning 1 AQSh dollarining davlat narxi esa 4098 so'mni tashkil etib turibdi azizlar. Agar mashina hisoblansa, mana shu kurs bilan hisoblanadi. Azizlar, asosiysiga o'tadigan bo'lsak, sotilish narxi 827 ming so'm, olinish narxi esa 822 ming so'mdan bo'lib turibdi. Hozir bugun Toshkentda bir qadrli, ishonchli bir inson dollar almashtirgan ekan, ya'ni tovar olgan ekan. Shu tovar olgan paytda 820 ming so'mdan hisoblab olibdi azizlar. Bu chunki men buni aytishimga sabab bu aniq ishonchli faktlar bilan sizlarga videorolik tayyorlashni xohlayman. Sababi siz ham ko'rgan paytingiz, birovga aytgan paytingiz ishonch bilan aytishingiz uchun. Azizlar, shu sizga aytmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. Albatta keyingi videolarimizni ko'rishda davom etasiz degan umiddaman. Siz bilan Jamshid Naimov bo'ldi. Qanchalik bizni bu videolarimiz sizga foydali bo'layotganini biz bilib olishimiz faqatgina klass tugmasi orqalidir. Klass tugmasini bosish absolyutno tekin, aslo pul olinmaydi. Shuning uchun azizlar, klassni bosib o'z minnatdorchilik